Normal konsentratsiya mavzusidan 80-testga e'tibor beramiz. 188 gram nitrit kislota necha millilitr 0.4 normalli eritmada bo'ladi deb savol beribdi. Biz o'tgan darsimizda aytgandik. Normal konsentratsiya bilan molyar konsentratsiyani o'zaro munosabatini aytgandik. Shu nitrit kislotani ekvivalentini topish uchun nitrit uni molekulyar massasi mr nechiga bo'linadi? 1 ga, to'g'rimi? Chunki 1 negizli. Demak, bu degani uni normal konsentratsiyasi bilan molyar konsentratsiyasi teng bo'lishi kerak. 0.4 normalli degani 0.4 molyarli degani. Shunaqa bo'ladimi? Endi 0.4 molyarli nitrit kislota bizga necha gram nitrit kislota berilgan? 188 grammi? mr kerak bizga. mr nitrit kislota 47. Bu degani 47 grammi 1 mol. Bizga necha gram berilgan? 188 gram berilganmi? Qancha bu? Necha mol bu? 188 4 mol, ha? 4 mol nitrit kislota. Endi qarang, buni konsentratsiyasi 0.4 molyarlik-ku. Bu degani 1000 millilitrda 0.4 mol modda bor degani. Bizda modda 4 mol ekan, bu necha millilitrga to'g'ri keladi? 10.000 bo'ladimi? 10.000 millilitr. 10.000 degan javob S javob. 80 ga S bo'ldi. 80 ga S bo'ldi. Buni yozinglar. Keyingisiga keyin o'tamiz. Endi 91-testga e'tibor beramiz. 91. Demak, 153 gram vodorod sulfit necha gram zichligi 1.4 gram taqsim millilitr 2.7 normalli eritmada bo'ladi deb savol beribdi. Demak, vodorod sulfit 2.7 normalli beryapti. Keyin shuni molyarliga aylantirib olaylik. Ekvivalent vodorod sulfit. Shuni molekulyar massasini nechiga bo'lamiz? Ekvivalent bo'layotgan payt 2 ga. Demak, bu degani uning normal va molyar konsentratsiyasi bir-biridan 2 marta farq qiladi degani. 2 marta farq qiladi. Har doim normal katta bo'lishi mumkin, teng bo'lishi mumkin, lekin normal kichkina bo'lmaydi. Molyar kichkina bo'ladi. Endi biz molyar konsentratsiyaga aylantirmoqchi bo'lsak, uni normal konsentratsiyasi 2.7 normalli bo'lamiz 2 ga. Topinglar. 1.35 molyarli. Molyarli. Demak, 2.7 normalli vodorod sulfit degani 1.35 molyarli vodorod sulfit degani. Molyarga aylantirdik. Bizga berilgan vodorod sulfit 153 grammi? Keyin shuni molga aylantirib olaylik. 34 gram vodorod sulfit, ya'ni mr 1 mol. Bizga berilgani 153 gram. Bu qancha? 4.5 mol vodorod sulfit ekan. Buni molyar konsentratsiyasi bizda bor. Bu degani 1000 millilitrda 1.35 mol vodorod sulfit bo'ladi. Bizda vodorod sulfit 4.5 mol. Bu necha millilitrga to'g'ri keladi? Necha? 3333.33 millilitr eritma. Savolda necha millilitr eritma demagan. Gramini so'ragan, gramini. Buning uchun bizga zichlik kerak. Zichlik 1.4 ekan. 1.4 grammi 1 millilitr. Demak, 3333.3 millilitr qancha? 4666.6 gram. Endi davriy 6 ketgan bo'lsa 7 deb yaxlasangiz ham bo'ladi. A javobni bilyaptimi? Demak, 91 ga A bo'ldi. Tushunarlimi? Test yozinglar.